Serqash kebabni yaxshi ko'rmaydigan do'stlar yo'q-ku deyman. Uyingizda etishni o'rganib oling. Etilish usuli intayin oddiy, birlik ko'rsangiz o'rganib olasizlar. Et bayramda do'stligingizni gul keltirib yetadi. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha qo'y go'shtini sal nepizroq, ham yo'g'aroq qilib to'g'rab olamiz. Piyozni sal jiqaroq to'g'raymiz, so'ng piyozni azroq to'g'raymiz. Ko'k qizil lazlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha siralatib to'g'rab olamiz. Buningda go'shtni ta'minlantirish eng muhim. 2 gram atrofi tuz silib, yarim piyola suv qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin azroq suv may qo'yib Uningdan keyin bir qo'shiq qo'noq kraxmali, bir tal tuxumning eqini silib, tekshirlashtirib olamiz. Bundaq ta'minlantirib olgan go'sht intayin yumshoq ham yeyishga chiqadi. Uningdan keyin serqashni sirtini olsangiz, tengi bilan birga berdi. Mush oilada lampong rangpi serqashning tengini tayyorlashni o'rganib olsam bo'ldi degan do'stlar 8 raqamini besib qo'yinglar. O'rgangiz bor do'stlarimiz jiqaroq bo'lib qolsa, atki videorimda chiqarib beray. Go'sht qo'rganda mayni sal jiqaroq qo'yib qo'raymiz. Videoda ko'rsatgandek go'sht pishib mushallatga yetganda suzib elib olamiz. Endi qozonga bek azmay qo'yib piyoz, qizil ko'k lazlarni silib qo'raymiz. Uningdan hozir pishirib olgan go'shtni silib, tuzni bek az solamiz. Uningdan keyin cho'ng ustamning kebab tetitqisidan muvofiq miqdorda silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormish oilda kebab qo'rsam ta'mini yaxshi chiqaramayotman degan xonim qizlarimiz bir shiltib sinab yiqqanlar ta'mi gap ketmaydi. Uningdan keyin azroq oq go'sht silib bir ishga qorib lam taqsiga olsak bo'ldi. Mushunga o'xshash oil taomlaridan 60 xil dars tayyorladim. Faqat 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiya nomeri shu. Uydagilaringizga manda serqash kebab etib beradigan bo'lsangiz, talishib turib yeb ketadi. O'rganib oldingizmi?